Assalomu alaykum hammaga. Bizaga Urganch shahridan Spark avtomobili kelgan. Ravon. Roli qotib qolgan buni. Shundan keyin bir ozgina DTP ham bo'lib qolgan. Roli qotib qolgan hisobini burilib ketgan bir tarafga. Biz hozir buni remont qilib berdik. Rolovoy blok bo'ladi bilsangizlar. Bu yerda buni arkasida bo'ladi. M300 hozir ko'rsataman. Ko'rindimi? Ha, veda turibdi. Hali joyini o'rnatilgani yo'q. Ana shu narsa buzilib qolgan, xudo xolasa remont qilib berdik. Egasigan. Egasi yo'qda ekan. Kimga shunday xizmat kerak bo'lsa, bizga telefon nomerlarini pastda qoldiramiz. Ko'rganlaringizdek. Barmoqda aylanib turibdi. Telefon nomerlarimizni qoldiramiz. O'zbekiston bo'yicha farqi yo'q. Boshqa viloyatdan bo'lsangizlar ham dastavka qilib bersangizlar, remont qilib beramiz, xudo xolasa. Usta ishlar o'xshadimi? Zakonniy bo'ldi, shunga yo'q. Egasidan chestni otsiflar eshitib tursizlar, xudo xolasa. Shunday xizmatlar bo'lsa, kelaverasizlar. E'tiborlaringiz hammaga rahmat, sog' salomat bo'lasizlar. Kech bo'lganidan qaramasdan klientimiz ishini bitirib, xudo xolasa qaytarib beramiz.